Hurmatli studentlar, bugun sizlar bilan modellashtirish qilamiz, ya'ni bitishkani modellashtirish. Demak, tasavvur qiling, sizda hamma bilgan bitishka shunaqa ko'rinishda. Demak, bu bitishkani sal yelkadan kelib 3 santimetrga bu yoqqa suqamiz. Buning uchun nima qilaman? Men shuni edit patternga o'taman. Mana shu chizuvni boshida o'ng tugmani bosib, split tanlayman va sariq chiziqqa e'tibor qaratsangiz, sariq va ko'k. Demak, men sariq 3 santimetr deyman. OK tugmasini bosaman. Mana menda bitishga hosil bo'ldi. Nuqta hosil bo'lmadi. Endi edit pattern buyrug'idaman. Shift tugmasini bosib turaman-da, bitishkani ikki tarafini belgilayman. Agar belgilaganingizda sizda mana bunaqa narsa so'rasa, demak bu yerda chiziq bor. Mana shu chiziqqa olib tashlash kerak bo'ladi. Mana shu qizil bo'lib turgan narsa deletga bosaman. Bo'ldi, ketdim. Mana qizil chiziq ketdi, ko'rgan bo'lsanglar. Demak, menda 96-razmerda qurilgan, o'shaning uchun bu katta ko'rinyapti. Demak, edit patterndaman. Shift tugmasini bosib turib, bitishkani ikki tarafini belgilab, mana shu chizuvni ustida, ya'ni shift qo'yib olib, o'ng tugmani bosaman-da, edit dart tanlayman, ya'ni bitishkani redaksiyalash qilish. O'z turgan holatda hech narsaga tegmayman. Mana bu shapedan galochkani olib, OK tugmasini bosaman. Va bitishkam menda mana bitishka ko'rinishiga keldi. Belgilasangiz ikki tarafi belgilanadi. Endi shu bitishkani bu yoqqa ochmoqchiman. Mana shuni ustida yana o'ng tugmani bosaman. Rotate dart, ya'ni bitishkani aylantirish. Qayoqqa? Menda ko'rsanglar, mana mishkamni uchida dumaloq bilan hosil bo'ldi. Demak, mana bu yoqqa ko'rsatyapman. Mana keyin menda belgilandi mana. E'tibor qildinglarmi? Ko'rdinglar, mana belgilanib qoldi. Demak, shu belgilanishi mana shu uchini ushlab bu yoqqa yopaman. Va o'tishgani oyog'ini ochgim bo'ladi qanchagacha. Deylik, menda endi ko'krakni uchigacha kelmasin-da, sal teparoqda qolsin. Mana o'tishgan ko'chdi. Simulationni bossam, mana bitishgan holatini o'zgartirdi. Mana yelkadan tushyapti. Ko'rdinglarmi? Deylik, yana nima qilish mumkin? Endi bitishkani orqa bo'laylik, bitishkani yon tomonga qanaqa ochish mumkin? Deylik, sizda mana bittadan bitishka ochish kerak bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni mana bitta nuqtamiz bor. Demak, yana shift bilan mana shu ikkita nuqtani chiziqni belgilab, o'ng tugmani bosaman, edit tab deyman. Bitishkani holati o'zgardi. Buni o'zgartirmayman. OK, ya'ni galochkani olib tashlab OKni bosaman. Mana endi bitishkani bu yoqqa rotate qilishim kerak. Yoki mana bu darajada nuqta belgilayman. Ya'ni split tanlayman-da, ixtiyoriy 5 santimetr masofada, 5 tepa ekan. Keling, 6 bo'lsin. Bunaqasiga ko'rsatayotgan ekan. Demak, men e'tibor qarating, ko'k chiziqqa sariqqa emas, demak, men ko'kni belgilashim kerak ekan. Ko'k tepada ekan, demak, ko'kka 6 santimetr deyman. OK tugmasini bosdim. Endi edit pattern buyrug'ida turibman. Mana shu o'ng tugmani bosib, rotate tab deyman. Buni bu yoqqa ochaman. Mana e'tibor qaratsanglar, o'zgartiradigan tarafi svetli голубой bo'ladi, mana bu taraf cho'mli. Qayerni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'sha yoqqa o'zgaradi. Demak, men bu bitishkani bu yoqqa yopishim kerak va bitishkani mana shu nuqtada ochishim kerak. Mana menda bitishgan hosil bo'ldi. Yana bodo kerak bo'lib qolsa-da, ertakda kerak bo'lmasa, Ctrl Z bilan orqaga qaytarib qo'yaman. Tak, endi deylik, kiyimni mana shu chiziqdan kesib olmoqchiman. Menda bo'lsin, nima deydi? Bo'lsin yelkadan tushgan relief. Buning uchun demak, internal polygon line'ni tanlaysizlar. Bu sizda 5-komanda. Mana shu nuqtadan belgilab, nuqtalarni bosib, chizuvni ustidan o'tib ketaverasiz va etakka tushganda 2 marta bosasiz. Mana. Ko'rdinglarmi? Endi edit patternga o'taman-da, mana shu chizuvni ustiga belgilangan chizuvni o'ng tugmani bosib, cut and sew deyman. Mana ajratib berdi. Endi men patternga o'tsam, mana menda ajratib berdi. Mana meni yelkadan tushgan reliefli ko'ylagim hosil bo'ldi. Endi buni qayerdan bilaman? Buning uchun men esingizda bo'lsa, sizda boshqacharoq ko'rsatadi. Mana bu tarafda turadigan fabrikga kirasizda,
material tanlab, deylik, material bilan tekshirib ko'raman. Olib kelib turib ustiga bosuvdim. Mana menda prozrachniy mato ko'ylagim hosil bo'ldi. Endi bu ko'ylak yana qanaqa kesishi mumkin? Keling, endi u bizada bunaqa relief emas. Mana bu yengi tushgan prinsessa bo'lsin. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa ham, demak, siz ham xuddi shunaqa aql variantda modellashtirib ko'rasiz. Mana bu nuqtadan yoqqa tushdi, bitishkani o'rtasidan va deylik etakka tushdi. Deylik, sizda oldi yelkadan tushgan relyefli, orqasi prinsessa bitishkali ko'ylak deylik. Mana endi klaviaturadan C harfini bosaman, S emas. Agar chizig'im sariq holatda turgan bo'lsa, bo'sh joyda bitta bosaman ekranda va men bitishkani relyefini hosil qilaman. Mana pastga to'g'ri tushsin. Endi yana Z knopkasini bossam, yana edit patternga o'tdi. Men demak shift bosib turib belgilab olaman. Mana shift bosib ketgan ekanman. Shift bosib turib mana belgiladim va o'ng tugmani bosib cut and sew deyman va menda cut and sew deganimdan keyin mana u menda ikkiga ajraldi. Buning uchun cut and sewni tanlayman, o'zi kesib yana tikib ham beradi. Mana menda hosil bo'ldi ko'ylagim. Reliefli. Endi deylik, men bu ko'ylagimni yoniga gaday qilmoqchiman. Ya'ni etagi gaday bo'lsin. Buning uchun nima qilaman demak, buning uchun mana bu belgilangan nuqtamdan gadayni kengaytirishim kerak. Edit patternga o'taman va sichqoncha bilan yon tarafga uraman. Mana bunday. Uch marta surganim esimda qolishi kerak yoki sichqoncha bilan chap tugmasidan bosib turib, chap o'ng tugmani bosib qo'yib yuboramiz. Demak, yon tarafga deylik 8 santimetrga, X bo'yicha 8 ga va Y bo'yicha yuqoriga 2 santimetrga tepaga chiqsin. Mana. Xuddi shunaqa, bu yon tarafda ham xuddi shuni masofasida nuqta qo'yib olishim kerak. Demak, men bu nuqtani bilishim kerak. Buning uchun agar nuqtani bilishga qiynalsangiz, men bu internal poligonga olib kelsanglar, mana sizga mana bu nuqta qo'yish kerakligini ko'rsatib beryapti. Ya'ni 5 santimetr pastda ekan. Demak, shu chizig'im bilan split 5 santimetrda belgiladim mana va yon tarafga ham tortib turaman. Demak, chap o'ng 8 santimetrga, X bo'yicha va Y bo'yicha 2 santimetrga ko'tardim. Mana tak LC tugmasini bosib etagini mana bu shaklga keltiraman va men yon tarafga qarasam, mana menda yon tarafda gaday hosil bo'ldi. Uchundir men materialni shunaqa qilib qo'ygan. Uchib ketaveradi nastroykasi. Endi bu model boshqa yoqdan olingan model bo'lgani uchun shunaqa bo'lib qo'ygan. Mana. Tak, orqa tarafga gaday beraman. Endi keling, oldi tarafga ham yon chizig'iga gaday beraman. Demak, Z ni bosdim, bu nuqtani tanladim. Bu nuqtani hozir to'g'ri tushirib oling, tekis bo'lsin. Agar unaqa qiyshiq bo'lib turadigan bo'lsa, siz bundoq to'g'rilashingiz mumkin yoki shuni ustida o'ng tugmani bosib convert to curve point. Yo'q, curve point emas. Delete qildi. Delete all curve points tanlaysiz. Mana chizig'ingiz tekis bo'ldi. Endi yana buni ham bosib turamiz. Chap o'ng tugmani bosib X bo'yicha 8 ga, Y